Farg'ona viloyati kelajak markazi ma'lum qiladi. Joriy yilning 22-aprel sanasidan boshlab maktab maslahatchilari lavozimi uchun nomzodlarni saralashning ikkinchi bosqichi start olmoqda. Barchangizni safimizda kutib qolamiz. Nomzodlarga qo'yilgan talablar oliy ma'lumotli bo'lishi, pedagogik mahorat bo'lishi, liderlik qobiliyatiga ega bo'lishi, chet tillarini bilishi katta afzallik beradi. Men bu yo'lni oddiy ish deb tanlamaganman. Chunki men bilaman, har bir o'quvchining qalbida bir orzu, bir og'riq, bir umid bor. Ularning qalbida bizga ayta olmagan cheksiz savollari bor va men aynan mana shu savollarga javob berish uchun ham shu yerdaman. Men bu kasbni tanlaganimda bitta narsani aniq bilardim. Yoshlar bu shunchaki o'quvchi emas, ular ertangi kunda qaror qabul qiladigan insonlari. Maknunaxon qaysi yo'nalishlarga qiziqasiz? Men kimyo biologiya faniga qiziqaman va shifokor bo'lmoqchiman. Ushbu to'garaklar jadvalini sizga topshiramiz. Maktab maslahatchisi bo'lish bu dars berish emas. Bu o'quvchilarni tushunish, ularga to'g'ri yo'l ko'rsatish, ularni his etish. Birgina to'g'ri aytilgan so'z, birgina berilgan to'g'ri yo'nalish bu inson hayotini tubdan o'zgartirib yuborishi mumkin. Men buni har kuni his etyapman. Agarda sizda ham o'quvchilarga to'g'ri yo'nalish berish, ularni qo'llab-quvvatlash, kimningdir hayotida kerakli inson bo'lish orzusi bo'lsa, unda ushbu tanlov, ushbu lavozim aynan siz uchun. Maktab maslahatchisi bo'lish bu oddiy lavozim emas, bu ishonch, bu mas'uliyat, bu ta'sir kuchi. Siz bir o'quvchini eshitsangiz, u o'ziga ishonishni boshlaydi. Unga ishonsangiz, butun jamiyatni o'zgartira oladi. Kelajak tasodifan yaratilmaydi. Kelajakni birgalikda quramiz.